Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmat qarang. Himmat qarang. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab yubordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qarang, tashvishchi nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Ha, pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, biz ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordir muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima? Primitivda. Hikmatli so'z birodarlar. Sultonni qasrida ishlaydigan ishchi. Sultonni nazarida qadrini qanchaligini bilmoqchi bo'lsa, o'sha saroyda ishlayotgan ishchi qarasin. Sulton uni qaysi ishlarga buyuryapti? Qaysi ishda sulton unga ishonyapti? Shundan bilib qo'yaversin sultonning nazardagi qadrini. Agar biz ham Alloh taoloning huzurida qadrimiz qanaqa ekanligini bilmoqchi bo'lsak, qaraylik. Alloh bizni nima g'amlar bilan band qilib qo'ydi? Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusi umidida yuribmiz? Robbimiz bizga nima ishlarni buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balandroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kirsa, borligi bilinmaydi. Yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan bandmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib olmasin. Himmatni balandroq qil, oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarbar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbat qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan? Mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagan. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qolibdi. Burayotdi, bu fur chizilib qoldi. Siqiladiki, u yog'i yo'q. Ha, kiraskalasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling har yoqqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb-ziynat orqasidan quvib yurib yashaysan.
Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinning buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinning oldida qadr qiymatingizni ko'tarishni xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyruqni bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishi birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda-chuda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarning muhokamasi, talash tortish bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Bolaradi bizga shu yetadi deydi. Bo'ldi. Tirikchiligimiz o'tayapti, bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q. Bizga kerak emas. Bu himmatsiz past odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uni ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi. Uning ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak, sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhendagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar: "La tazulu qadama abdi yawmal qiyomat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, 4 ta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi, 4 ta savolga javob berasan, keyin jilasan o'rningdan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami yo arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas ajratib olishimiz kerak. Bugun boring uyga, daftarni olingda yozing. Nimalar bilan ovora yuribsiz? Mana narsalar. Chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasangiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas masalan? Ya, domla biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga ballashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar-ku. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Srochniy diviziyaga olib kelish kerak. Liga chempionat finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizda. Va mana shu muhim emas narsalar bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonning ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa,
Va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ishingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar invest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar sport zalga постоянно bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim deydi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim deydi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda, aytdik yo'q, himmat nima desa insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'z tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uning otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'il bola uchun eng birinchi odam ibrat, ota. Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ichki quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir pora Qur'on o'qiy olmadi. Bugun kun o'tdi, birovga bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, tajiduna nasa ka ibli mi'a. Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir to'p 100 ta tuya. La yajidu rajulu fiha rohilatan. Mingani bitta rohilasini topa olmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman. Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini, o'zining mehnatini ustiga quradi, o'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' o'tirganlar bor. Ferrari 18 yashar yigit eshikni ochib olib oyog'ini tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yashar yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yasharda Ferrariga ega bo'libdi. Ferrari nech pul o'zi? Ferrarisi bor yo'qmi? Xullas eng qimmat sportivniy mashina, hozir aka. Uka, nima kasbingiz bor, nima ish qilasiz desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyda bolasida, dadasi menda o'zi hech kim emas-da. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb kekkamaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi kekkayib yuradi, men palonchini dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit. Ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug'i siz atingizni aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, falonchini farzandiman deyishlik ustiga emas. Innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Rasululloh aytadilar, albatta Alloh taolo ishlarning eng oliysini yaxshi ko'radi, past razillarni yomon ko'radi. Birodar, oliy himmat bo'l. Hayotda seni past narsalar sindirib qo'ymasin. Unaqa mayda-chuyda narsalar bilan kallangni, qalbingni band qilma. Oliy himmat insonlar hamma ishida himmati baland bo'ladi. Ilm talabida ham himmati baland. Ibodatida ham, haqni talab qilishda ham, Allohga da'vat qilishda ham, kasb-korda ham hammadan oldin bo'lishga harakat qiladi. Oliy himmat insonlar. Endi insonning himmatini pasaytirib oladigan narsalar ham bor. Insonning himmatini ko'taradigan narsalar ham bor.
himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirat, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlar majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatinglar ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. Ilm majlisi bo'ldi-da. Himmat ko'tarildimi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hudaybiya kunida mana Quraysh bilan sulhga kelishganlar. Umra qilgani keldilar, Quraysh kirgizmadi. Hudaybiya degan joyda Rasululloh Quraysh bilan sulhga keldi. Hudaybiya sulhi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Hudaybiya kunida u zot bilan kelgan 1400 odam qo'liga qo'yib bay'at berishdi. Agar Quraysh bilan jang bo'ladigan bo'lsa, tashlab ketmaysizlar. 1400 odam bay'at berdi. Ular ana shu bay'atlari bilan Allohning roziligiga erishdi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara. Ana shu daraxt ostida sizga bay'at berganlardan Alloh rozi bo'ldi dedi Alloh Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda urush bo'ladimi, bo'lmaydimi muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasini ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bay'atda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bay'at bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bay'ati deb nomlangan mana shu bay'at tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bay'at berganlar jannatga kiradi, hammasi, faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. Ilm esa uni yo'lini to'g'rilab turadi. Oliy himmat insonlar uchun odamlar xayol qilayotgan narsa bugungi haqiqat bo'ladi. Odamlar, "O, bo'lamikin" degan odamlar turganda bu shu narsani qilib qo'yadi. Shuning uchun birodar, ishlaringni bir tekshirib chiq. Sen ular bilan ovora bo'lishingga arziydimi? Agar arzimaydigan ekanini topsang, ularni tasha. Shunda sen g'am tashvishlaring kamayib, o'zingni baxtiyor va xursand his qilasan.